В Узбекистане мы заработаем больше. Мигранты из Андижана пожаловались на Assalomu alaykum jigarlarim. Belarusga ketayotgan aka-ukalarga aytaman, ketib yotmanglar. 2019 Belarusga kelganman. Rossiyaga payt samolyot uchmagan vaqti. Aeroportdan chiqishimiz ham o'zimizga yarasha qiyin bo'lgan. Qissamda 25 mingmi, 30 ming rubl bo'lgan. 1,5 ming dollar bo'lsa qo'yaveramiz degan. O'shanda hali ham bitta andijonlikmi, vodiydan bir akamiz aytdiki, "Davay kartani ko'rsatasizlar" dedi. Qolgan pulim ichida deb aytasizlar, bo'lmasa qo'yib yuboraman dedi. Keyin ishonasizlarmi, bitta kartani 10 kishi aylantirdik-da, mana manda bor deb ketakonni berib ketaverdik, bir-birimizga shunaqa qilib chiqib bordik bir balo qilib. 3 kun qissamda shuncha pulim bo'lib turib, bitta sigaret chaka olmaganman, bir non olib yeyolmaganman. Magazinda rubl olmaymiz degan, deb naqir degan.